Hammaga assalomu alaykum. Qaranglar, mana shunaqani taxlayapman, bankaga solib. Nima deydi o'zimizni zolotoy bulyonchik ko'ringan taxlayapman. No, ishlatishga juda oson, qulay qilib. Что вовремя ishlatgan paytim bunga ham vaqt sarflab yotmayman. Hammani layla qadri kechasi bilan qutlug' deyman va nima deydi, kim ro'za tutgan bo'lsa, kimga nima niyat qilgan bo'lsa, qilgan ehsonlari hammasi ro'yobga chiqishini tilab qolaman. Allohim hamma musofirlarni o'z yurtiga sog' salomat, oilasi davolasiga yetkazishini tilayman. Elim, yurtim tinch bo'lib, yaqinlarimiz sog' salomat bo'lsin. Shular qatorida o'zimga meni qo'llab-quvvatlab, kuzatib, fikr bildirayotganlarga esa katta rahmat aytaman. Значит, nima deydi, managi pushtirnoq ichidagi yalang'och bo'lib, yarim yalang'och bo'lib, jilpillab o'ynab chiqadiganlardan ham ko'ra meni ham kuzatuvchilar bor ekan. Chunki bilmadim, nimagadir ularni nimasi deydi, reytingi tez ko'tariladi. Bizlarga o'xshaganlar esa yo'q. Xo'p. Ba'zi bir o'zbek ukalar bor. O'zbeklar juda ko'p bu yerda ham. O'shalar kelib kimdir kech chiqadigan bo'lsa, aytki bizda 12 dan soat 3:30-4 gacha-da. O'sha hamma shunday bo'lsa ham, lekin hamma 2 gacha chiqib bo'ladi. 100 ta odam kechki smenada 100 ta, 100 tadan kamroq bo'ladi. Kimki kech chiqsa, ko'pincha o'zbeklar kech chiqadi. Kim ro'za tutgan bo'lsa, kech chiqyapti hozir. O'shalar chiqib, biz kech chiqamiz, bizga ovqat qoldiring, normal qilib deydi. Shuning uchun hozir kelib tursa, qoldirib ketdi va shokolad tarki qildi. Jonlar omon bo'lsa hammasi.